Assalomu alaykum. Navbatdagi videomga xush kelibsizlar. O'rtoqlar, bu почти 2 oy oldin olingan video. Endi montaj qilib qo'ymoqchi edim. Qarasam, mana shu salomlashuv va videoni boshlanish qismidagi lavhalar ovozsiz yozilib qolgan. Bilmayman nimaga. Bu qisrab ketayotganimdan balkim mikrofonni o'chirgan holatda syomka qilganman, berilib nimalarnidir sizlarga gapirib beryapman. Nimalarni gapirganimni hozir to'g'risi eslolmayman. Xullas, sizlarga navbatdagi kechirasizlar, navbatdagi lavhalarni, navbatdagi videomni ko'rsatgani taklif qilaman. Video yoqsa обязательно like bosinglar, har qanaqa fikrlaringizni kommentariyada qoldiringlar. Bu men uchun juda ham qiziq va muhim, kanalim uchun. Diqqat bilan kuzatib, mehr bilan ko'rib borayotganlarga oldindan katta rahmat. Hurmatingiz uchun. Xullas, videoni birga kuzatamiz. Bu yoqga mana ovozlarim chiqmagan, nima deyishni bilmayapman уже. Xullas, bu yoqni kesib tashlayman. Короче, nimalar deganimni qisman esladim. Sizlar uchun chiroyli lavhalarni videoga olish uchun atayin tong sahardan yo'lga chiqdim deb gapirganman va havo endi soviy boshlagan paytlar edi. Ko'zim tinmay yoshlanadi. Bilasizlar, oldingi videoda ham aytganman. Shu sababdan tinmay ko'zlarimni yoshini artganman. Короче, hozir metroga o'tirib Manhattenga boraman va u yerdan juda ham chiroyli lavhalarni aynan sizlar uchun tushirmoqchiman. Bu lavhalar Manhattenda tong otishini kuzatish bilan bog'liq bo'lgan lavhalar. Yangi shtativlarimni o'zim bilan olganim haqida menimcha gapirdim. Yonimda ortiqcha paket bor, u yerda kiyim olganman. Xullas, videoni har xil kadrda, har xil fonda juda ham chiroyli qilib olish uchun mana shunaqa saharlab yo'lga chiqdim. Xullas, mana metroga o'tiraman hozir va ketdik. Qorong'ida kelgan joyim mana shu edi. Bitta narsani syomka qilish uchun keldim. Hali vaqtli ekan. Hali men o'ylagan narsani bu yerga o'rnatishmabdi, joylashmabdi, qo'yishmabdi. Xullas, 22-oktyabrdan keyin kelsam bo'lar ekan. Hali ancha bor. No, adashib bugun deb o'ylab kelganimga ham behisob shukr, chunki tongi Nyu-Yorkni aynan mana shunaqa okean oldida Manhattenda eng chiroyli ko'rinishi gavdalangan holatni ko'rib, maza qilib, tomosha qilib, kofe ichib qarshi oldim. Maza qildim to'g'risi. Toza havoda, yolg'iz, suvga qarab, termulib, uzoqlarga qarab xullas maza qildim. Endi sekin asta boshqa ishlarimni qilaman va kunimizdan lavhalarni shu videoni davomida joylayman. Qaranglar qanaqa chiroyli.
Assalomu alaykum. Mana shunaqa go'zal manzarani oldidan. Voy, yaqinda bu yerdan video tushiraman deb keldim. Bir 10 kun oldin kelib qolgan ekanman. Yig'layapti deb o'ylamanglar, allergiya bezovta qilyapti. Voy, osmonni qanaqa chiroyli qaranglar. Vau! Xullas 10 kun oldin mana men bu pumpkin arka kelgan edim. Oshqovoqli arka. Bu yerda juda ham chiroyli fotosessiya qilishadi va shu lokatsiyani Amerikadagi, Nyu-Yorkdagi o'zbeklarimizga ko'rsatadigan, tanitadigan video qilaman. To есть lokatsiya haqida ma'lumot video qilaman deb keldim. Kelganimda yo'q edi. Yarim kechasi yo'lga chiqib video qilgandim. Balkim ko'rgandirsizlar o'sha. Ko'rmagan bo'lsalaringiz bundan oldingi videoga ozgina qo'ydim, lavhalar ko'ringlar. Xullas, o'rtoqlar, bugun 2 kun oldin qo'yildi o'sha va 2 kundan beri kelaman deb axiri mana bugunga nasib qildi, keldim. Va sizlarga hozir bu arkni ko'rsataman. Vроде bundan oldingi lavhalarda ko'rdilaringiz, ozgina Instagram uchun videolar oldim. Kстати, Instagramdan meni kuzatsalaringiz, qiziqarli ma'lumotlar joylab boraman. U yerda deyarli har kuni aktivman. Mana shu yerdan xullas. Hozir syomkamni tugatdim. Ko'nglimdagidek chiqmadi, bilmayman qanaqa bo'ladi video. Nimaga ko'nglimdagidek chiqmadi? Chunki har qancha erta kelsam ham o'sha odamlar bor edi. Odamlar bo'lgandan keyin odam bemalol syomka qila olmaydi. Men atayin o'shaning uchun o'tgan marta kechasi kelgan edim. Bugun kechasi, ya'ni sahar tong otmasdan kelishga imkonim bo'lmadi, chunki kechasi uxlab kech uxlaganim uchun bugun ertalab uxlab qolganman. Xullas, baribir baxtli keldim. O'sha ertalab soat 7 da sherda edim. No, odam ko'p edi. Ozgina baribir videolar oldim. Mana shunaqa chiroyli joydan, men toza havoda maza qilib nafas oldim, okeandan, Manhattanning go'zalligidan bahramand bo'lib. Endi esa sekin asta uyga ketaman. Qaranglar, qancha taqir-tuqirlar ko'tarib yuribman o'zim bilan. Og'ir qilib, qo'y. Mana shunaqa gaplar. Bugun Imona bilan Yasminaga dam olish kuni, bog'cha yo'q. O'shaning uchun ular uyda hozir. Endi uyg'onishgandir o'sha. Kстати, o'rtoqlar, sizlarga bitta narsa yangilik aytay. Meni qizlarimni Xudo xolasa podiumga taklif qilishgan. Modalar namoyishi detki blokda chiqishadi. Bu Nyu-Yorkdagi eng zo'r modalar namoyishi bo'lib o'tadigan, professionalniy urovenda bo'lib o'tadigan Broadway lokatsiyasida, eng zo'r zalda va eng mashhur dizaynerlar tashkil qilgan. Xullas, eng zo'r dizaynerlar o'zlarini kolleksiyalarini podiumga olib chiqishadi va ana shunday zo'r dizaynerlardan hali aniqmas menga уже keyingi oy xudo xolasa mana noyabrga ham oz qoldi. Sizlarga videolarimni kech qo'yayotganim uchun kech ko'ryapsizlar. Chunki hali sentyabrda tushirilgan va qo'yilmagan, oh my god, sumkam og'irligini. Sentyabrda tushirilgan va hali qo'yilmagan videolarimni menimcha qo'yapman. Уже или oktyabrga o'tdimmi syomkalarim, bilmayman. Xullas, Imonani tug'ilgan kuni 7-noyabrda bo'ladi va qizim 9-noyabrda podiumga chiqadi. Hozir mana oktyabr oyining oxirgi sanalari va men juda ham ko'p ishlar bilan bandman. Qanaqa ishlar bu? Qizimni tug'ilgan kuni oldidan o'zi tayyorgarlik mashincha maktabiga, bilasizlar, Amerikada, hozir O'zbekistonda ham shunaqa ekan. Instagramda ko'p kishi yozdi. Bog'chaga, maktabga chiqqan bolalar bu majburiy emas, kim xohlasa bolasini sinfidagi sinfdoshlariga, qizchalarga, bolachalarga sovg'alar berishadi. Imonani sinfida adashmasam 22 tami, 26 tami, 24 tami, xullas 20 nechtadir bola. O'shancha bolaga sovg'alar tayyorlayapman hozir. Qaranglar qanaqa chiroyli. Bu ham qaysidir zo'r fotograf ideyasi bo'lgan va mana shunaqa qilib namoyish qilgan. Bu gullar do'koni ekan. O'shanga hozir qizimni tug'ilgan kuniga tayyorlanib yotibman. Bolalarga sovg'alar olib, kim uchundir bu bittada bo'ladigan narsa. Men alohida bir e'tibor bilan juda ham chiroyli o'tkazib berish uchun zo'r qilib tayyorlanyapman. Mana bu yerda qaranglar, mevalardan, sabzavotlardan
odamlarni aksini qilgan. Hozir kamerani bu tarafini burib ko'rsataman sizlarga. G'alati-ya. Xullas, o'rtoqlar qizimni tug'ilgan kuniga tayyorlanib yotibman. Endi shu qizimni tug'ilgan kuniga shunaqa 3x3 bo'lib, mana bu podiumam bo'lib qoladigan bo'ldi. Rosa xursandman. Qizlarimni xudo xolisi eng zo'r modalar namoyishida vыступать qilishidan, anaqaga podiumga chiqishidan, model sifatida modelerchalar bo'lib chiqishadi ikkalasi ham xudo xolisi. O'sha kundan ham sizlarga hali zo'r qilib lavhalar joylayman. Qizlarim uchun xursand bo'lib kommentariy yozinglar, hammasini o'qiyman. Mana shunaqa hayajonli kunlarni yashayapman hozir. Ya'ni tug'ilgan kuniga yaxshi ulgurish, hammasini risoladagidek qilish, men hamma narsani ko'ngildagidek bo'lishini xohlayman. Yuzaki natida nasibda emas, zo'r bo'lishini xohlayman. Men podiumam, bolalarim birinchi marta podiumga chiqishi, ungacha iloyim kasal bo'lmasin, ungacha bironta priключениyaga tushib qolmaylik. Ular hayajonlanib, birovni modalar namoyishini ham buzib qo'ymasin, xullas hammasi chiroyli o'tsin. Baribir birinchi marta chiqish-ku, hayajon bo'lishi mumkin, boshqa qanaqa o'tarki, hammasi zo'r bo'lsin degan mana shunaqa hayajonli kunlari yashayapman. Oz qoldi, xudo xolasa sizlarga ko'rsatib boraman, ko'rib boringlar. Aktiv bo'layotganlarga like, kommentariyalar uchun hammalaringizga rahmat. Mana u qizni bog'chasida bugun Halloween. Ko'zingni ko'rsatdi. Hozir bizda havo bulutli bo'lganiga ko'zlarini shining brightening yaltiroqligi ko'rinmayapti. Ana u qizcha Yasminani gruppasida bugun bularga Halloween kostyum kiyilish kerak deyilgan. U qizcha kiymagan. Yo'lda dugonasiga macha beryapti. Xotirlama, sen eng zo'risan dedi. I know. Good morning, qal okay. Давай, Барако, good morning. Good morning, Yasmina. Good morning. Allah qaranglar qanaqa zo'r kiyinishgan. Good morning. Excuse me. This o'rtoqlar dugonam bilan qaranglar mana bunaqa matcha muzday. Это не кофе, да? Это просто как напитка, да? Японча choy. Bilganlar biladi. Да. У меня есть это порошок, Да, у меня дома есть. Нет, я не попробовала еще. Xullas, maza qilib ichib ketyapmiz. Kelinglar tatib ko'ramiz. Ko'rinishini qaranglar, qanaqa chiroyli, modный. Кстати, с моей вот это как не кофта это. Жакет? Нет. Зелененькая сочетается. Да. O'rtoqlar, Apple Store'ga keldim. Yangi iPhone'larni narxlari, sifati qanaqaligini ko'rishga. Biz ko'ramiz, xullas. Qaranglar, zinalar qanaqa zo'r. Aylanib tushib magazin ichiga kirib ketasiz. Hozir ertalab tushunishlaringiz uchun. Ertalabdan shuncha odam. Hammaga iPhone kerak. Bu Pro Max. To'g'risi telefonda uncha razbirati qila olmayman, lekin har doim birinchi ko'radigan narsam bu kamerasi. Видот, вообще ко. Qo'libsizlar. Qiz zo'r qilib tushiradi.
Qaranglar, qanaqa zo'r palto ko'rdim. Shunaqa yupqagina, rosa zo'r, shunaqa yoqdi. Qaranglar, men bu sportivniy rosa yoqdi menga kostyum. Hozir vishilkada xunuk ko'rinyapti. Tepasi $98. Mana bu yerda pastlari bor. Rosa zo'r, qaranglar. Ko'plar. Farmanlari bor, narxi 88. Pasti 88, tepasi 98. Hozir men o'zim razmerimni tanlab qo'ydim. Premyer ishni kiyib ko'rmoqchiman. Qaranglar, qanaqa chiroyli magazin. Bu yerda premyer ishlisi. Hi. What's your name? Aisha. Aisha Paul. Have you shopped with us before? Bu premyer ishlisi o'rtoq. Can I just get your name in? Hozir kiyib ko'raman. Bu yerda oyna yo'q. Kiyib ko'rib, yoqqa chiqib oynadan qaraysizlar. Okey, ko'ramiz endi. O'zim men kichkina razmer tanlaganimga unchalik yoqmadi. Kurban keldi. Wow. Ochiqqina. Noodle. Как раз hozirgi havoga mos. Mazza. Ichida qo'ziqorinlar bor. It's my favorite. Buni qaranglar. Qanaqa tog'oraday idishda, anaqa cho'p qoshiqda. Ichida tovuq go'shti, qo'ziqorinlar va lapsha. Bu koreyskiy restoran. Qarang. Ana qizi qaranglar. Dadasiga yana labi oldiribdi. Oh yeah. Yeah.